sotsial cheklarimiz yong'in ogohligi dasturi boshlandi. Bu dasturda aholi qishloqlarida yong'inlarni oldini olish, gaz ta'minotini saqlash va boshqa ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan keng tadbirlar amalga oshiriladi. Shundan birinchisi madaniyat bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazamiz. Qo'shimcha savollar bedor go'yoki osmonu zaminga soqchi, zilzila sel toshqin bo'lsa gar nogoh, barchani ofatdan etkaylar ogoh. Ofat o'chog'iga tomol uchib tez, gulfatda qolganga bo'lgaylar qanoq. Tog'u toshlar shul kezgaylar